oxiriga taqalib mumkin emas, buni necha aytilyapti. Mana bu yer soat 2 ga o'xshab turish kerak. Bu ham hali oxiriga kelib taqalib qolgan sababi navbatdagi murojaat bo'yicha Yunusobod Ahmad Donishga kelganmiz, mehmonxona ekan. Ariston pastda yana ikkitasi bor, 4 ta Aristonga kelganmiz. Qarang. Graduslar oxiriga taqalib mumkin emas, buni necha aytilyapti. Mana bu yer soat 2 ga o'xshab turish kerak. Bu ham hali oxiriga kelib taqalib qolgan sababi mana mana bu chiroq, mana uni ko'ryapsizmi? Olib kelib oxiriga hit ichga qo'yib qo'yilgan. Mumkin emas. Mana bunday iziga qaytarib, mana E harfi bor, E ga qo'yiladi. Bu mana shunday turibdi. Mumkin emas. Ichkarida haddan ziyod bosim ko'p degani bu. Yorilib ketishga moyilligi bor degani. Nargisi ham xuddi shunday, maksimumga qo'yib qo'yilgan. Mana shu kimni uyda agar mana shunday oxiriga kelib turgan bo'lsa, mana shunday hit ichga kelib turgan bo'lsa, darrov qaytarib mana E harfiga qo'yib qo'ying. Tepadagi gradusga qarang. Kimni uyda arisa mana shunday oxiriga kelib taqalib qolmasin. Eng yomoni mana shu. Oxiriga haddan ziyod issiqlik bosimi ko'p degan, unisi ham taqalib qolgan oxiriga kelib. Ariston o'q kontrollar bo'yicha Toshkent bo'ylab kimga xizmatlar kerak bo'lsa, shu raqamlarga murojaat qilaverasizlar, salomat bo'lasizlar.